Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Learning Chess. Praga turnirining 3-turidagi o'zbekistonlik shaxmatchilarni o'yinlarini bugun ko'rib chiqamiz. Nodirbek Absattorov va Nodirbek Yoqubboyev. Nodirbek Absattarovning raqibi Vincent Keymer. Jahonda hozir menimcha 5-o'rinda. Nodirbek 4-o'ringa chiqib qolgan klassik reytingda. Xo'sh. Nodirbek Absattorov oqlarda. Vincent Keymer qoralarda. O'yin tur bilan boshlandi va OTF oldi. Ikkinchi partiya. Boshlandi, yarim ochiq qolgandi. Tur. Mana bu otni ko'p olib chiqishadi menimcha. Shu. E6, OTF3 va D5. Mana bu markaz egallab olganida Nodirbek Absattorov va o'shini yo'qotmoqchi Vincent Keymer. Xo'sh. Ot C3. Shu vaziyatda boshlang'ich o'yinchilarga shunchaki bepul piyodaga o'xshaydi. Lekin bu bepul piyoda emas. Chunki mana bunday qilib markazni egallab olsa, agar bunaqa yurishlar o'tmaydi. Qanday qilmay qolsa bo'ladi? Agar bunday qilsangiz uraman. Urmasa ekan mana. Otiga hujum qilaman. D5 yurasiga uraman. Mana. Qaytarib olaman, mana buni ham qaytarib olaman. Shuncha urmaydi va qarshi gambit qiladi. Agar endi Nodirbek ursa, Vincent Keymer filini chiqarib oladi mana bunday qilib. Bu Nodirbekka yoqmasligi aniq. O'shaning uchun u bu yerdan urdi. U ham qaytarib urdi va farzand bilan Nodirbek qaytarib urdi. Xo'sh. Haligi piyodalar almashuvga kirib ketdi. Ikkita piyoda almashtirishdi va otga hujum qilmoqda. Hozirda agar mana bunday otni olib chiqish yurishi ham bormidi. Yaxshimidi? Mana bunday. Shu holatda endi Vincent Keymer rakirovkasi yo'q, bu qolardi. Agar undan boshqa yurishlar, misol uchun mana buni qilsa, agar bunday bo'lsa, piyodalar qatlanib qoladi. Bu yomon. Ko'ryapsiz. Buni ancha yomon deyapti kompyuter ham. Shuning uchun agar ursangda fil bilan uradi. Hop, E3 filni olib chiqishga tayyorlanmoqda Nodirbek. Rakirovka. Shohni olib ketmoqda. Urushdan fil E2 o'yin olib chiqmoqda. Fil E6, rakirovka. Filni haydamoqda va H6 yurish bilan fil H4. Farzand B6. Farzandlar almashuv taklif bo'lmoqda. Menimcha Nodirbek ursa kerak. Urdi ham, chunki endi qanotlangan piyodalar bu menga ancha yoqmayapti. Mana bu piyoda ham ancha zaifga o'xshayapti. Ustunlik bor. Ruh D1. Ruh C1. Xo'sh. Ruhda yaxshiroq diagonalga olib kelmoqda. Nodirbek ham xuddi shu ishni qildi. Keyin A3. Mana bunaqa yurishlardan yurishlar bor edi. Keyin mana agar
boshqa yurishsa uvorsa deb yo'l ustunlik bo'ladi. Mana bu yerlarga yurish yaxshi o'xshamaydi. O'shaning uchun va G5 filda haydamoqda. Lekin shotlarni shu vaqtda 1, 2, 3 uchtasi boqim yog'yapti. Shuning uchun ko'kcha mana shu qo'rqmadi shekilli. Fil qochmoqda G3ga. O'zi boshqa ham yo'q edi. O'shaning uchun xo'sh. Otni olib chiqmoqda Vincent Gamer va Ro'qayev. Noaniqlik deyapti kompyuter. Ruhni yaxshiroq joyga qo'yib, keyin otni qaylargadir qochib, mana bu diagonalda, mana bu ruh bilan qarshi o'ynamoqchi edi. Nodirbekning ruhi xo'sh. Va ketur. Gamer qo'rqmaydi, shoxini ochib borgani. Hop. E1 qochyapti ot. Va ot E5 ochmas. Qandaydir qilib ochmas qilyapti. Mana bu ruh ketib qolsa ochmas qiladi. Va keroqlar almashtiraylik deyapti Nodirbek. Vitr yo'q. Nima qilyapti? Endi almashtirsa mana bu qavatlangan piyodalar yo'q qoladi. Shuncha almashtirmadi. Otini qochib qo'ydi. Nodirbek detoriya va endi otimizni almashtiraylik deyapti. Nodirbek yo'q deb noaniqlik yurish qildi. Kompyuter nima deyapti? Fil urib tashlab deyapti. Shoxini ochib yubordim. Lekin Nodirbek noaniqlik yurish qildi. U tushunsa bo'ladi. Shu ot nima qilyapti? Urildi. Fil D7. Filni boshqa yoqlarga, mana bu yerlarga olib kelib, yaxshiroq joyga o'tkazish bo'lsa kerak. Chunki bu yerda jamjari yaxshi turgan yo'qdi fil. F3 mana bu oldinlab ketgan piyodani yo'qotmoqchi. Va ruh S8. Buni xato deyapti kompyuter. Nega? To'g'ri bor ekan. Ruhni qaydashga yurmoqda. Ruh S8 o plus 2 sun'iy bor ekan. Fil B5 topish kerak ekan. Mana bu. Almashuvga borishmi? Topdi, urildi. Ruh S6 bu yerda ot A7 yaxshi yurish ekan. To'g'risi bu ne topish menga qiyin. Men uchun chunki ot shunchaki burchakka qo'yib qo'yishadi. G'alati-da. Otimiz qatib qoldi. Hop, shoh epikka. Endi filga o'tmoqchi va shohda markazlashtirib qo'ymoqchi. Ot H5 filga hujum. Ot D4. Shot hech ruhga hujum qildi. Shot hech tinmadi. Bechora. Filga 5. Piyodaga hujum qilmoqda. Xo'sh. Va Nodirbek tarafdan xatolik. Piyodani berib qo'ymoqda. Shoh. Oldi. Bu birja yana qarama. 2. Mana bu ushlab bo'lsa, shunchaki otimiz yo'qotib qo'yardik. Chunki bunday urlarda shoh bilan urardi. F1 to'g'onlarga qadardik. O'shaning uchun to'g'ri ish qilmoqda va ruhni qaytarib urmoqda va ot. Mana bu fil
shohimizni o'ngga kirishiga yordam berib xalaqit beryapti va otga hujum. Otni himoya qilib qo'ymoqda Nodirbek. Filni urmoqda shoh bilan. Qaytarib urmoqda. Hop va fil C5. Piyodaga hujum. Qochib qo'yish. Nodirbek. Piyoda almashtiradi. Piyodaga hujum. Agar bu yerga yursak, bu menimcha qo'pol xato deb o'ylardim. Shoh. Qo'pol xato emas. Piyodani urdi. Ruhga hujum. Bu yurt tushunmadim negadir. Bu yerlarga kelib mana bu filga hujum qilishmadi. Piyodaga hujum. Filga hujum. Yana filga hujum. Filga hujum. Filga hujum. Yana filga hujum. Fil qochadi. Va vaziyat qaytarilib durang bo'ldi. Eng yomon tarafi Nodirbek +2 vaziyatni qo'ldan boy bergani. Mana bu ana shu yerlarda +2 edi. Va mana shu shoh yurishidan keyin xatolik qildi-da Nodirbek. Shuni ko'rib bir ustunligi bor edi. Sal shuni qo'ldan boy berdi. Bu yerda piyoda yutib olarmidi? Ha, menimcha ha. Shuni ko'rmadi. Nodirbekning yengilligini ko'rmadim. Biror narsa yoqmadi shekilli. Nodirbekka. Yo, otda bir boshlab bomdi. Mana bu dek ochilib ketishi yoqmadi shekilli. Ot bilan urdi. Men bilmadim nega. Yoqubboyev o'yinni o'ynagan. Yoqubboyev Hans Niemann bilan o'ynagandi shekilli. Bu o'yin ham durang bo'ldi. Klassiklar ko'p durang bo'ladi, chunki mana buncha analiklar o'ynashadi. Bu juda ham zo'r. Bu o'yinchilarning o'yini 67 da yurishdi. Nodirbek oqilarda yutur bilan boshlayapti Nodirbek. Va C5 Siciliancha bordi. Ot-F3 otni o'yinga chiqarmoqda va keyin D4'ni tayyorlamoqda. E6 teoriya. Va D4. Rolni otni markazlashtirib oldi. Bu kuchli ot. Keyin menimcha almashuv taklif qilsa kerak. Hans Niemann. Shu naracha aytdi. Fuch. Piyodaga hujum qilmoqda va otni chiqarmoqda Hans Niemann. Ot F6. Ot F3. Piyodani himoya qilib ham otni chiqarmoqda Nodirbek. Va A6. Mana bu otlar bu yerga kelib bilka qo'ymoqchi bo'lishlari va mana bu yerdan shohlar shoh. Mana bu yerdan shohlar Hans Niemann yoqmadi. Shuning uchun o'shalarning oldin olgani A6 yuryapti. F4. Mana bu markaz egallamoqchi. Menimcha kattaroq qilsa kerak. Nodirbek E5 markazni egallamoqda. Ot qochib qo'ymoqda. Agar buni olsa, filni chiqarib oladi Nodirbek. Ot F6, ot chiqarmoqda. Va F5. Hozir mana bu piyodaga bosim bo'lishini bilib va mana bu filning qandaydir chiqishini mana bu faqat mana shu kataydi. Endi qo'rqiladi fil. Va narigi filni E7ga olib chiqib, kichkina rakrovga aylanmoqda. Nodirbek filni D3ga olib chiqdi. Va qaranglar, mana bu tomon shohdi. Mana bu shoh tomon ochiq. Lekin piyodalar yo'lni yopib tashlagan. O'shuning uchun ham F5 yurgan.
speed olib chiqmoqda. B5 sekin hujumda boshlayapti Hans Niemann va Nodirbek. O'zingni bos. Deb hujumni to'xtatib qo'ymoqda. Ana shu bilan ruh bilan qaytarib urmoqchi piyodalar ana shu. Ot bilan urganda ot chekkada bo'lib qolardi. Bu unchalik yaxshi emas. Ruh bilan va fil deydi. Endi mana qayerlargadir otni qochib qo'yib, bu ruhga hujum qilmoqchi. Mana bu ikkita filmni qaranglar. Filga 5 qandaydir qilib qochmasga qo'ymoqda. Rakirovka. Mana shu menimcha fil bilan olsa kerak. Chunki agar piyoda bilan olganda shohni ochib ketib, bu yerdan hujumga ketardi shoh. Keyin qavatlangan piyodalar bilasiz. Nega bunday bo'lib qoldi? Cheskam boshidan kiradi eng yomoni. Xo'sh. Qayerlarga kiradi? Miden shpizligiga. Bu yerlar urildi. Va piyodani urmoqda Nodirbek. Bu noaniqlik dedi. Kompyuter lekin nimaganligini men tushunmadim. Shunchaki piyodani urmoqda. Biz himoya qilib turgani urildi, mushunga kirildi. Fil urdi va ot Petr shuning uchunmidi. Fil unchalik yaxshi bo'lmay qoladi. Ot qandaydir shohga yaqin bo'lib qolar ekan. Petrda otda 5 farzanga hujum otlarni almashuvga kirdi va farzandi o'ynab chiqmoqda. Nodirbek va Hans Niemann aniqlik yurish. Fil soldi. Farzanga hujum. Farzandi 3 piyodani himoya qilmoqda. Shunchaki piyoda berib yubordi Hans Niemann. Agar ursa mana bu ishni qiladimi? To'g'risi men tushunmadim. Urildi. Mana bu ish. Shu ish yaxshikan. Bochmasdan chiqib ketardi menimcha. Mana shu va shoh berib qo'ymoqda. Asliman va Nodirbek o'tmoqda. Piyodani berib qo'ymoqda. Qiziq. Lekin Hans. Lekin hozir Graysmeisterlarga bu ishonch emas. İyi hücum qilmoqda ekan. Hozir almashuvga boraylik. Lekin qarasangiz beyo'g'li piyoda bor ekan. Shohlar edi. Shoh bek. Hammaga tez rakirovka qilib devorga tushadi, lekin Graysmeisterlar rakirovka qilmaydi. Shuncha o'yinda shohga hujum bo'lmadi. Va mana bu ruhga yo'l ochib bermoqda. Menimcha mana yurish kerakda. Va uni oldini olmoqchi edi Hans. Va shunchaki bepul piyoda bermoqda. Xo'sh, noaniqlik. Yoqubboyevda ustunlik. Kerakli bankda. Menimcha Fir bilan bloklash eng yaxshi yurish. Bu oson topish. Burada almashuv Pirus 2-3 ustunlik Nodirbek Yoqubboyevda. Rug'babarni topish kelgan. Mana bu piyodani olib chiqib ketish kerak edi. İşte piyoda ustunlikka. Piyodasini berib qo'ygan ekan menimcha, lekin narisini berib qo'ydi. Voy.
Şahı keken o yerge yurdu yaptı kompüter 2 saatten beri bana burada garip ki var mod ki hareket kırarsan diye iki uyudu denk beni ayak günlendi. Oh, o 67'de yürüyüş. Hoş. Toptu yok. Bek. Otan koşmakta var. Hata. 52 saat şak bir arada o. Böyle yokuş. Şak. Wow. Durayım yok. Piyode. Endi bu üçte görüşte piyode. Kardan yan piyode bo'lsa ham sal ustini bor qiladi. Sal da ko'p yer. Hujum. Piyodaga hujumida qochib qo'yyapti. Piyodani surib qo'yyapti ham. Shu tushunsa bo'ladi. Shu piyodani surmoqda. Ana bu yerda nega piyodani beryordim men ham tushunmadim. Shoh berib qaytarmoqchiman. Bitta piyoda ustiga bu ham durangda. Bu yerda boradi. Boradi. Va shunday qilib o'ynashdi Nodirbek. G'alabaga o'ynadi. Shoh deyishadi bilan shohlar yasin. Shoh berdi Nodirbekga. Shunday qilib o'yin tugadi. Ikkala o'yin ham Nodirbek Yoqubboyev 96% edi. Lekin to'g'risi Pirozga ustunlikda yo'qotdi. Minsin Kimir va Nodirbek Sattorov. Ular 93. Shu bilan o'yinlar tugadi. Sog' bo'linglar, salomat.